Kutish pozitsiyasidagi inson nimalarni yo'qotadi? Kutish pozitsiyasi, ya'ni inson harakat o'rniga faqat biror narsa o'zi bo'lib qolishini kutib yashasa, bu asta-sekin ichki va tashqi yo'qotishlarga olib keladi. Vaqtni yo'qotadi. Eng katta yo'qotish bu vaqt. Kutayotgan odam qaror qilmaydi, harakat boshlamaydi, imkoniyatni cho'zadi. Natijada imkoniyat keladi va o'tib ketadi. Imkoniyatlarni ko'rmay qoladi. Faol odam izlaydi, harakat qiladi, sinab ko'radi. Kutayotgan odam esa tayyor imkoniyatni kutadi. Lekin hayotda ko'p imkoniyatlar tayyor holatda kelmaydi. Ularni yaratish kerak. O'ziga bo'lgan ishonch pasayadi. Uzoq kutish ichida odamda quyidagilar paydo bo'ladi. Men qila olmayman, menga nasib emas. Ya'ni inson asta-sekin harakat qilish qobiliyatini yo'qotadi. Nazorat hissini yo'qotadi. Kutayotgan odam hayotni tashqi omillarga topshiradi. Kimdir kelib o'zgartiradi deb o'ylaydi. Bu esa ichki pozitsiyani zaiflashtiradi. Faol inson men ta'sir qila olaman deb yashaydi. Kutuvchi esa hammasi tashqarida deb o'ylaydi. Qo'rquv kuchayadi. Qanchalik ko'p kutsa, shunchalik boshlash qiyinlashadi. Qo'rquv kattalashadi, chunki miya harakat bu xavf deb o'rganib qoladi. Real hayotdan uzilib qoladi. Kutish odati xayolga olib ketadi. Ideal vaziyatni kutishga majbur qiladi. Natijada hozirgi imkoniyatlar qadrsiz bo'lib qoladi. Muhim, nozik farq. Kutishning ikki turi bor. Sog'lom kutish, sabr bilan harakat qilish, vaqtni tushunish, jarayonga ishonish. Zararli kutish, harakatni kechiktirish, bahona qilish, qo'rquv ortida yashirish. Kutish pozitsiyasidagi inson yo'qotadi vaqtini, imkoniyatlarini, o'ziga ishonchini, ichki kuchini va eng yomoni harakat qilish odatini yo'qotadi.